Sirdaryo viloyatida media haftalik tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Bir haftalik jarayonni qamrab oluvchi mahorat darslari, qiziqarli mashg'ulotlardan iborat o'quv kursiga ommaviy axborot vositalari xodimlari, gazeta va internet nashrlari muharrirlari, muxbirlar hamda boshqa ijodiy xodimlar, shuningdek televideniya yangiliklari uchun material tayyorlovchi muharrirlar hamda texnik xodimlar qamrab olindi. Hozir shu haqda. Marjona Mirzabekova jurnalistika sohasiga endigina kirib kelgan yoshlardan biri. Sirdaryo viloyatidagi jarayon media haftalik Marjona uchun o'zi kutganidan-da taassurotlarga boy bo'ldi. Yosh jurnalist yangi Sirdaryo gazetasi muxbiri sifatida ish boshlagan, shuningdek Sirdaryo yoshlari radiosida ustozlardan kasbiy ko'nikmasini oshirib kelmoqda. Bir haftalik o'quv kursi esa Marjona kabi yosh mutaxassislarga bugungi davr jurnalistikasining imkoniyatlarini ochib berdi. Meni ta'sirlantirgan va quvontirgan hol bu barcha ommaviy axborot vositalari xodimlarini bir joyga jamlagan media haftalik jarayonlari bo'ldi va bizning hamkasblarimizni ko'rdik, ustozlarimizni ko'rdik. Kontent yaratish, auditoriyani qanday e'tiborini jalb qilib oladi, mana shu mavzusida ustozlarimizdan o'z bilimlarini ham olmoqdamiz. Media haftalik gazeta, internet nashrlari vakillari, teleradio kanallarning ijodiy va texnik xodimlarini jam etdi. Xususiy telekanallardagi ijodkorlar, davlat telekanalidagi ijodkorlar, qolaversa o'zi mustaqil ravishda kontent tayyorlaydigan ijodkorlar, barchasi 100 dan ortiq sirdaryolik yosh ijodkorlar va sohada bir necha yillardan buyon faoliyat yuritayotgan hamkasblarimiz, ustozlarimiz mana shu manzilda jam bo'lganmiz. Media haftalik juda ham bir manfaatli bo'lyapti. Kecha birinchi kunida biz aynan o'zimizning sohamizga kerakli bilimlarni olgan bo'lsak, bugun amaliyotda biz o'zimizni sinab ko'ryapmiz va bir narsani alohida ta'kidlashim kerak, media haftalik faqatgina jurnalistlar uchun emas, faqatgina ijod bilan shug'ullanayotgan, kadrda o'zida ishlayotgan ijodkorlar uchun emas, balki kadr ortidagi mehnat qilayotganlar ham bugun mana shu manzilda, tasvirchilik bilan shug'ullanayotgan ijodkorlar ham mana shu manzilda o'zlarini bilimlarini, salohiyatlarini yana bir karra oshirishlariga sabab bo'lyapti. Yosh tasvirchi Nursulton Abdurahmonov Sirdaryo telekanalida faoliyat ko'rsatadi. Nursulton kabi bir guruh texnik xodimlar ham malakali mutaxassislardan zarur ko'rsatmalar, kerakli tavsiyalarni oldi. Bugungi jarayonlar ahamiyati bizga juda ham katta bo'ldi. Keldik, o'rgandik. Media haftalik juda ham chiroyli o'tyapti. Tajribaga boy ustozlar montaj jarayonlarida o'zimiz bilmagan narsalarni o'rgatdi. Foto video montajchilarimizga shunaqa media haftalik juda ham kerak deb hisoblayman. Guliston shahridagi yoshlar markazida tashkil etilgan yirik tadbir o'quv kursi orqali media sohasida yangicha formatdagi loyihalar amaliyotga olib kirilishi kutilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni xalqimizga xolis, tezkor va ta'sirchan tarzda yetkazish, jamoatchilik fikrini shakllantirish, davlat organlari bilan aholi o'rtasidagi ochiq muloqotni ta'minlashda media haftalikning ahamiyati beqiyosdir.